Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq alayda maxsus uçuk suhbat programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli qarindoshlar, biz bu maxsus turmidagi Xitoyninki turmida qarindoshlarimizga elib berayotgan bu echinishliq vahshiy zulmlarini ana shu 20 yilga yaqin hayotini shu Xitoyning turmalarida beshidan kechirgan, shu azob uqubatli kunlarni beshidan kechirgan alayda mehmonimiz hurmatli Adil Abdulg'afur akamiz bilan o'tkazib kelyapmiz. Bugun inshaalloh 9-qismini huzuringizda bo'lamiz. Aldı bilan men qimmatli vaqtini chiqarib kelib bergan hurmatli Adil Abdulg'afur akamizga ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Qadrli qarindoshlar, bugungi mavzuimiz bo'lsa, ana mavzu, ya'ni turma va Uyg'urlar mavzusi to'xtalamiz bugun inshaalloh. Hamda hurmatli Adil aka, hamda 8 qismliq programmamizda biz turmaning ichida bo'lib o'tgan va Xitoy tajovuzchilarininki qarindoshlarimizga bo'lib siyosiy qarindoshlarimizga asosiyatan qandaq besimlarni, qandaq zulmlarni elib berayotganligi haqida bir qadar fikrlab to'xtaldik. Inshaalloh bugungi suhbatimizdan boshlab hamda turmadan bir chiqib baqsaq sirtqa. Hamda sizlar 20 yilga yaqin hayotlarini o'z boshlaridan kechirib, shu yerda xilma-xil bu Xitoy zulmida boshdan kechirlar. Hamda biz yuqoridagi programmalarimizda Xitoyninki shu siyosiy deb kirgan, dini uchun tutilib kirgan, shu yaxshi ish qilaman deb tutilib qolib kirgan qarindoshlarga qanday ishkanja, qanday zulm soldiganligini bir anglab o'tdik. Va bu yerda bu qadar besimning ostida qarindoshlarimiz acaba shu yerda minglagan, 10 minglagan shu qarindoshlarimiz yetayotgan qarindoshlarningki hammasi degidek bular yana shu chiqib turmadan chiqqandan keyinmi va shu turmaning ichida ham biroz so'zlab o'tdik, masalan, irodasi ching turadiganlarning qanchalik zulm uchraydiganligi. Chiqqandan keyinmi jamiyatda nurg'un tunishlar bo'ldi albatta sizlarmi. Shu qarindoshlar yana shu turmaga kirishdan burungi shu ruh, shu tirishchanlik, shu harakat shu peti qolgan holatda bo'lamdi yoki haqiqatan Xitoyning bu zulmlar ta'sirini ko'rsatib, uning ko'pinchisi turmaga kirib chiqqandan keyin boshqa bir inson aylanib chiqishi, burungi u harakatchanligi nima yo'qolib ketgan holatda yoki hatto Xitoyga setilib ketgan holatda bo'lgan ahvollarmi bormi? Buni biroz so'zlab o'tsak hamda turmaning shu 20 yillik hayotlarida turmada his qilganlari, olgan tajribalari va ko'rgan ishlari masalan bu vaqtda to'xtalib o'tgan bo'lsak. Bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum hurmatli muhtaram qarindoshlarimiz. Shundaqla televizor, internet tor oldida o'ltagan barliq bizning mush suhbatimizga, mush temamizga qiziqayotgan shundaqla Turkistondagi Xitoy turmalarida yillardan beri yetib shu Xitoyninki zulmasida o'zining iymon aqidasini maydonini saqlab qolish uchun har qanday belal, har qanday qiyin qistaq zulmlarga boshlayman kelayotgan barliq qarindoshlarimizning ichki echinchilik ahvollarini kuzatmoqchi, bilmoqchi bo'lgan kan qarindoshlarimizga hozir kelib turishini bir xabar toptirish, bildirish uchun hamda shu oddiy bo'lsin bir suhbat o'tkazib keldik. Bugun nasıl degandek hamda yuqorqi 8 qismda biz shu turmadagi tartiblik, qiyinchilik, jafo, mushaqqat, zulmlarni deb o'tgan bo'ldim hamda. Lekin mening deganim hamda bu Xitoy turmusidagi taxminan hamda men bilganga o'tgan oldin qismda deb o'tdim, 50 mingga yaqin qarindoshimizning turmada yotgan holatini bilaman. Ko'zim bilan ko'rganim shu. Taxminan bugungi kunda shu yaqinqi zamonda shu bir necha yil, hatto bir necha oydan beri tutib qamalgan qarindoshlarimizni tatib hozir ham 1 millionga yaqin Turkiston musulmonlari, yoshlari, mujohidlari hozir turmaga qamalgan deb qarayman. Taxminan shunday chiqib so'nib ketyapti hamda. Endi bu qarindoshlarimizning shu turmada ko'plab qamalib ketyapti hamda. Ammo turma hamda shundaqla Allohni tushunib yetsak, Alloh taolo bizga bergan bir ne'mat. O'zimizning aqidasi, iymoni, o'zimizning iymoni maydonimizda qanchalik mustahkam tura olamiz, tura olmaydiganligimizni Alloh bizni dushman, ya'ni kufrning quli orqali bir sinayotgan bo'lish mumkin deb qarayman. Chunki Alloh Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innalloha ma'as-sabirin. Shu surada oyat shunday keltiribdi.
Allah Taala shundoq deydi, siz iymon aytgan mu'minlar yana endi biz iymon da'vo qildik endi. Biz iymon aytdik, Rabbimizni bir deb bildik. Allohning kitoblariga, farishtalarga iymon aytdik, qiyomatga iymon aytdik. Payg'ambar alayhisolamning Allohning payg'ambariga iymon aytdik, iymon da'vo qildik. Bunda biz iymon da'vo qilgan ekan Alloh Taolo bizni siz iymon da'vo qilib o'zingni musulmon deb atadinglar, sizning iymoningning qanchayligimizni sanab baqayli. Demek Allah bu yerda. Ya eyyuhellezine amanu, ey iman aytgan kishilar, sizlar iman aytdinglarmi? Biz sizlarning iymoninglarniki mustahkam, yani Allah ve Allah'ın Resulü Kur'an ve hadiste talep qilgan darajadagi shu mukammal iymonmi yoki shu eg'izinglar deb qo'yayotgan bir saxta shakli iymonmi? Sizning shu iymoninglarni biz sanab beqish uchun demek Allah bu yerda bizning shu mayli Allah o'zining tabiat hodislari qilib yoki düşmanlarimizning Qur'on qilib biz Allah sinamoqchi bu yerda. Biz iymon da'vo qildik. Iymon da'vo qilgandan Allah sen iymonda yani aqida iymon maydonida qanday tura olasizlar degandek Allah bu yerga bizni sinoqqa duch keltiryapti. Demek istainu Allah deydi yani shu yerda sizlar balkim iymoningizning qanchalik mustahkam mazmut va sabit qadam tura olasizlar bu tavhidda yoki sizlar tayinib yani qayib ketib ezib ketamizlar yo'qmi? Sizning da'vo qilgan iymoningizni biz sinab beqish uchun sizlarni nurg'un sinoqlarga duch keltiramiz. Shu sinoqlar sizlar yo'liqqan vaqtida istainu yani Rabbinglardan yani yordam tilashingiz kerak. Balki inson ojiz, shayton hamon inson bilan birga. Shu iymondan og'ir sinoqlarga duch kelgan vaqtida shu jismoniy jihatdan, ruhiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan bizga kelgan shu sinoqlarga biz bardosh berib bo'lolmay, iymondan yenib ketmasliginglar uchun, yani ezib ketmasliging uchun har zaman, har vaqt eg'ir sinoqlarga duch kelgan vaqtida yana yaratgan Rabbinglardan sizlar yordam tilab qilinglar. Demek Allah bu yerda. İsta'inu nima bilan? Yani sabr bilan. Qat'iy o'rnimizni mustahkam turish bilan, Allah hamisha duo qilish va namoz o'qish, zikr tasbih aytish bilan hamon har qanday yaxshi ya yomon, oson va yenik, eg'ir yenik sharoatda cho'qim Rabbinglarni unutilmagan holatda sajda va tasbih, zikr o'qib turgan holatda bu sinoqlarga yo'liqqanda Rabbinglardan sizlar nima deydi? Sizlar yordam qilib turing, talab qilinglar demoqchi. Ham bu yerda biz demek ki şu imtihan sınaqda hamda nurgullarımız ötep ketelaymiz, nurgullarımız ötep ketemey qildik endi. Tarixda hamda İslam dünyasida asrlardan bu yan nurgun mesela Acem musulmonlardan bo'lsin, mayli Arab musulmonlardan bo'lsin, ama Yahud Nasara butparastlarningki ya kommunistlarningki shu islomga qarshi ilib berayotgan asrlardan buyinki shu islom bilan tag'utlarning o'tirdi keskin shu aqida ko'rish holatida nurg'un nupuzliq islom siyosiylarimiz, olimlarimiz ham shu dushmanning turmida yetib kelmoqda. Masalan, Said Qutb deymiz hamda shu kishi yoki bizningki vatanimizda Mahmud Hasan Mavliy Damollam 30 yillab Xitoyning turmusida yotgan Abdulla Hakim Maqsim Hojim ustozimiz shu zotlarning ustozlarning hamda turmida 20-30 yillab yetib ketishi yoki turmida shahid bo'lib ketishi darajada shu qadar og'ir zulmga yo'liqqan hali, shu qadar og'ir sinoq duch kelgan holatimi o'zining aqida, iymon, vijdonidan, o'zining g'oya nishonidan qat'iy tavranmay mustahkam turish asosida bugungi dunyo islom uyg'onish harakatining asosi peshvoq. Demak, bizning Turkiston zaminini misolga olsak, bizning ustozimiz bugungi butun Turkiston diyoridagi islom uyg'onishining asosi sababchisi, bu yo'l boshlag'ichi bo'lib atgan ustozlarimizninki, hozirgi yosh ziyoli olimlarimizningki ustozlar bo'lgan Abdulla Hakim Maqsim Hojim ustozimiz 20 yil yaqin turmudi yetib ekan. Yana Mahmud Hasan Mavlida bir ustozimiz o'tgan, shu Kelpen naisidan dunyoda. Bu kishimi ayni vaqtda shu 50-yillarda, 40-60-yillarda bizning vatanimizda shu chet ellarda ham dunyoga tunilgan olimlarimiz. Shularning demak shularning hayoti turmudi etdi. Hem demek shuningdek hamda shularningki varisi bo'lgan bugungi Abdukerim Maqsim, Abdukerim Qarim deymiz, hamda Kuchadagi yana bir ustozimiz, ham butun Turkistondagi hozir yosh musulmonlarga tunishlik. Bu kishi mana 20 yildan eshib ketdi hozir turmada. Ya'ni shuningdek hamda nurg'un ustozlarimiz, masalan, G'ulji vaqasiningki birdan bir o'yg'atqichisi, shu qo'zg'ichisi yetaklab chiqisi bo'lgan hamda Abdat Qarajim deymiz. Bu odam hozir 80 kirib qoldi, balkim turmada hamda vafot bo'lib ketdimi yo'qmi bilmayman. Shu kishi bilan 5 yil bir yotoqda turishga, bir yetishga men bir bis bo'libdi. Shu qadar ustozlarimiz hamda turmada uzun yillab yetib kelsimi, hatto o'lim xavfiga duch kelib put qo'llari palaj bo'lib kelsin, o'z aqida maydonidan, g'oya nishondan yanmay, keyingi biz va bizdan keyingi shu
keyingi avlod musulmonlarga alayda bir bayroqlar bo'lib, ulgi bo'lib, aqidasi mustahkam bo'lib, bizga bir ruhimizga ruh qo'shib, aqidamizga rushan bir aldimizni bir nurlantirib kelyapti endi. Xo'sh. Lekin bu ustozlarga turum haqiqatan foyda qilgan endi. Turum foyda qilgan. Demak, shu tağutlarning, shu dushmanlarning shu qadar zulmiga bo'la yo'liqib, ya'ni shu bel qo'yib etmay, shuni tayib ketmay, ezib ketmay. Chunki bu haq hamda ularning da'vatini hamda shularga akshi bizning da'vatlarimiz bu haqiqat, bu tavhid, bu buyuk yo'l hamda. Mayli o Yahud İslam'nınki düşmanlarının ko'tarib olgan batıl haqiqatlari, batıl da'volari oldida albatta bizning bu da'voyimiz shu qadar buyuk hamda o abadiy o hech qachon o 1% ajizlab qolmaydigan bir haqiqat. Buni faqat islomni tavhid va siyosat nuqtadan to'niganlar buni tushunib yetadi. Demak shu ustozlarimiz eningdan ilgari kelgan nurg'un ustozlar hamda bu bir necha kishini misol qildik hamda bu islom dunyosida jumladan Turkistonninki mush qisqagina 100 yillik tarixida Manjurlar, eningdan keyin Gomindan, hozir Xitoylarninki 100 yilga yaqin bu zaminni ishg'ol qilib, bu zaminda bizning ustozlarimiz, ajdodlarimizning nurg'un buyuk odamlarimizni, masalan Abduqodir Damollam deymiz, Mamtil Apandi Tavfiq deymiz, Abduxoliq Uyg'ur dedik. Shuningdek hamda Lutfulloh Mutallib dedik. Şu kadar hamda Nimshayt Armiya Damollam deymiz, eningdan keyingi nurg'unlar hamda. Hani uni ba'zilar hamda hali kommunistlik kelganlikni kommunizmninki yoki millatchilik aqidadagi da'vogarlarninki bir shaxsi deb manda o'tirga chiqmagan, ammo shuli Abduxoliq Uyg'ur, Lutfulloh Mutallib, Mamtil Apandi Tavfiq deganlarmi shu davrda o'z zamonasida eng buyuk olimlar. Parischini, arabchini, hatto xitoychini mukammal biladigan, uzun mezgil medresga kelgan, Qur'on va hadisdan uning yuragi, ruhi shu qadar sug'urilib, tavlinib chiqqan olimlarimiz. Shu ayni zamanda şu 30-yıllar, 40-yıllar, 50-yıllarda tağutlarga baş egmey bu zamanda meyli İslami, meyli milli jihatdagi bir mujadil bir qo'zg'alish kufrga qarshi o'tirg'i chiqsin, bularga baş egmey kelgan. Demak, bugungi kunda yana shu kishilarimiz, shu ustozlarimizga vakolatan shularningki varis bo'lgan hamda bir qadar qarindoshlarimiz hozir men turmushida hamda masalan hozir bayat tilga aytdik hamda naq maydonda hozir shu Abdukerim Kerem Karim ustazımız, yani shuningdek Abdulg'ani Ahmed ustazımız, yani shuningdek Abdulat Qarajim deymiz. Yani barın jihadi tutilgan shu Jamal Muhammad deymiz, İbrahim Ahmed deydigan. Yani meyli u diniy jihatdan olim bo'lsin, olim bo'lmasin, men biladigan ko'rganlarim shu. Endi 20-30 yillardan beri Xitoyning shu zulmiga boshlagan turmadi kelyapti demdi. Xo'sh. Demak, turmi qamalgan bu qarindoshlarimiz, ustozlarimizning ichida hamda bu shundoq bir ishkan bu atbeyk istagan adam bir pishtek bilan 1-200 at biraqlam partlab yugurdi ekan, oxirgi siziq yetib bordigan bir necha ekan. Hammamiz yugura olgan bilan oxirgi bordigan bir necha ekan. Demak, endi biz hammamiz din da'vosi yoki shu bir da'vo qilib keldik. Shu hozir Xitoyning turmusida taxminan nurg'un odamlarimiz shu siyosiy din aqida da'vosi bilan turmada yetyapti. Bularning hammamizning da'vosi o'xshash. Hamda dinimiz islom, imanımız o'xshash hamda o'xshash iman aytiq deymiz, ammo bu iman bu insonning bu dinni tushunishi bilan, islomni tushunishi bilan, Qur'on va hadisga qanday sho'ng'ib cho'kib kiralishi bilan, bu tavhidni, siyosatni mukammal bilishi bilan bu yetildigan ish ekan, bu eg'iz deb qo'yishdan bu asli bo'lgan ish emas ekan. Ham shuningdek turmadan nurg'un ustozlarimiz hozir meylim ham bugungi Turkiston diyorida turmning ishida bo'lsin, sirtida bo'lsin, minglagan Turkiston xalqi jumladan O'rta Osiyodagi butun musulmonlarimizga hamda Allohning uliga ulab kelyapti demdi. Xo'sh. Shuning qaraganda hamda turmiga qamalgan qarindoshlarimizninki nayt az bir qismi bu belgida, bu imtihonda, ya'ni bu sinoqda uzib, ya'ni boshdan hammamiz uliga ulab, ya'ni boshda, ya'ni so'l tortib birinchi ulab mang'alaydi ekan. Hamda yani bu sınaqdan ütenmeydiğen, mesela bir dehqon yani o'z qilib obdan yumushib uruq chachidi ekan ham zaman. Uruqni Alloh tavekkul qilib chachidi, bu uruqning ba'zilari puchak, ba'zilari bixi yo'q, ba'zilari unumlik yaxshi degandek. Buni sepgandikin yoki faqat asli uruqi unumligi asli sog'lom bo'lgan uruq tashni, hatto chammini tashni besib chiqib, bosh ko'tarib bixsib chiqa oladi ekan. Lekin nurg'unlari, puchaklari, unumliklari, unumligi acizleri bu sesip gidadigan ya suda ya bu tuproqni ko'tarmay degandek
Bu bir türme bizningki imanimizdan yuqori biz Alloh taolo Qur'onda degandek imanimizning qanchalik mustahkam, qanchalik mavqeyimiz, qanchalik tura olamiz, qanchalik ojiz biz mushuni sinash uchun Alloh bu turmani Alloh bizga bir ne'mat qilib beribdi. Men shunday o'ylayman. Endi men mushu Turkistonning ichidagi meni bildigan nurg'un qarindoshlarimizdan chunki men dindimi az o'qib qolganimda. Xo'sh. Lekin dinda az o'qib qolishimning ustida turmaga kirib uzun mezgil turmda yetib qoldim. Endi Alloh taolo shu turmada shu ustozlarningki ulgisi bo'lishi bilan shularning nasihati bilan ilgiriki ustozlarimizning shu tag'utlarga qarshi turmada bo'lsin, sirti bo'lsin, har qanday yaxshi va yomon shariat bo'lsin, o'zining aqida maydonida mustahkam turib, shu davosini, shu aqida tavhid davosini qat'iy yanmay, tag'utlarga bosh egmay, tiz bukmay, o'z maydonini mustahkam kelayotgan qarindoshlarimizning, ustozlarimizning naq maydon o'zining holatini ko'rdik, tarix ularning qoldirgan izlarini o'qidik ham asarlardan. Xo'sh. Alhamdulillah shularningki yetaklashi ulgu bo'lishi bilan hamda turmada yomon emas o'zimning aqida, iymon, vijdonimni saqlab, tavrib ketmay chiqaladim deb hamda Allohga bir yarasa deyman. Ham demak hamda bu dinda o'qish bir masala, lekin bu o'qigan ilmni amalda buni amal qilib, buni tushunib, o'zi shu ilm orqali, shu Qur'on hadis orqali o'zini mustahkam shu Qur'on hadisning ro'yida o'zini mustahkam tutib saqlab qolmoq tasbih emish ishganimda. Shunga turmada qarindoshlarimizning ko'pinchisi ham turmada nayti hamdalik yetaklash, qo'zg'ash. Masalan, turmada ashundaq nupuzliq alaydi Xitoy ensiraydigan birdan bir bizga xavf olib keladigan bizning Turkistondagi yana Xinjiang zaminida muqim bir hokimiyat tutib turishimizga birdan bir xavf olib keladigan muhim odamlar deb o'z ensirab turadigan g'olliq, nupuzliq ustozimiz bor. Mushundaq kishilarimiz endi bizga alaydi bir yetaklash, rol elish, biz bir qo'zg'ash xarakterda bir boshlab bersa, biz uni aqsa mang'ada ekanmiz, lekin andaq ishlarga erishamisak, shu payt o'zimiz joyimizda qolib qolib, o'zimiz nima deb keldik turmaga, nima uchun keldik, biz nima deb kelgan, biz sirti chimiytoq turmga kirgandan keyin kim bo'lib qoldik, biz nima deb kelgan bu yerga, bizning da'voyimiz nima, aqidamiz nerda, bizning iymonimiz nerda, bizning milliy kimligimiz, insoniy kishilik axloqimiz nerda, buni unutib ketib qolgan qarindoshlarimiz naydiga qamdi. Buni ham ig'roqni bo'lmaydi, chunki turma mayli yemak-ichmak jihatdan, iqtisodiy jihatdan, jismoniy jihatdan, ruhiy jihatdan har xil qisish, ezish, besish, zulm ostida yashagandan hamda irosi ojiz, aqidasi zaif, mustahkam bo'lmagan qarindoshlarimizninki ketib qolishi bu hamda bir normal ahvol. Ammo shundaq aytganda, menga nisbatan yana shundaq hamda Kerem Qarim ustozimizdek yana shuningdek minglagan, yüz minglagan qarindoshlarga nisbatan turma alaydi, favqulodda bizga bergan Allohning bir ne'mati. Chunki bizning Uyg'urlar bulabmı shu aqidadan bulabmı shu ilmdan mustasno xoli qilib qolgan shu faqatla kepmen chepipla ishlab qo'sqin to'yga saqlab biz yashashning umuman bir ritm, bir qoidasi, bir holat shu deb tushunib qolgan sodda kishilarimizning yanada turma favqulodda qo'rqinchli hamdi. Masalan, ularning balchaqalarimizning mayli pen, mayli dinda bo'lsin, mukammel bir iqtisodiy jihatdan bir bedel to'lab o'qitishga shariatimiz bo'lsa o'qitmaymiz nurg'unlarimiz hamda bu azaldan Xitoyninki bizning diyorimizda masalan 5-10 yil oliy maktab universitetlarni tugatgan bo'lsa-mu, qaysi kasbda o'qisin, o'qimasin, boshqa bir kasbda o'li bir natija qozonib, ma'lum bir muvaffaqiyat erishgan bo'lsa, o'z kasbiga qo'ymay, bolalarning o'z iqtidorini joriy qildirish shariati bo'lmaganlikdan maktabdan nurg'un odamlar umidsiz qiliqliq hamda o'zining orzusi bo'lmagandan shunga qarshi nadon sodda kang xalq amimiz, dehqon xalqimiz endiliqi faqat bu farzandlarni dindilik, masalan fanda o'qitishda yo dinda o'qitishda bo'lsin, faqat bu olim bo'lsin, bir faylasuf, bir mutafakkir bo'lsin, cho'qim bir insoniyatga, islomiyatga, cho'qim mushbatan ummatga, islomga bir favqulodda bir natija, bir ijodiy kasbiyat yaratadigan darajada yo bir jamiyatning aqartish ishlariga bir favqulodda bir rol oladigan bir nupuzli kishi bo'lsin, yaramli odam bo'lsin demasdan, faqat bir xizmat qiladigan, jinni boqadigan, xizmat qildirish uchun emas, xizmat qiladigan odam tarbiyalab chiqish uchun shunday bir idea, shunday bir ang fikr singib qolgan xalqimizda. Kadr bo'lsa, bir ish xizmatchi bo'lsa, kadr bo'lsa, boshliq bo'lsa deb. U xizmatchi bo'lsa, chim qiladi, xizmat chim qiladi, chim uchun ish qiladigan, chim uchun xizmat qiladi, chim uchun kadr bo'ladi.
xalqimiz buni bayqamoqliq. Ilqi tarixdan bir Xitoy bizning ilqi teglimakanni qo'lchaplam kelgan. Hech qanday chiqolmay xalqaro bilan ayirib quduq qilib yashaganda ayrilmagan ruhiyatni qulluq mahkam qilib yetilganida. Shunga masalan o tedbirga chiqqanda o'ylab qoldim, keyin tarixiy materiallar o'qish orqali tushunib qoldik. Endi 60-70-yillarda eg'ir acharchilik masalasini bilmaydi. Men shu acharchilik shu eg'ir fajianing eng oxirida tug'ilib, hozir kelibdir shu fajianing kelib to'tish guruh pepan qilayotgan kishilar ochliqdan ozg'an monjiq kepek va kunjillarni yeyotgan davriga tug'ilib ekanman men. Xo'sh. Shu chaqda endi xalqninki faqatla shu qo'saqni to'yg'asi, qo'saq to'yg'ishdan boshqa ishga ko'ngil bo'linmaydigan ko'ngil bo'lish hali yo'q ashna darajada xalqni ezib etgan. Ruhi qo'sqida shu qadar qisib etgan Xitoy endi. Shu qo'saqlam to'ysa kifoya, mayli eg'ildi yasang, paqaqni yo'ginib yassami, qo'sqimiz to'ysa bo'ladi. Qo'sqimizdan hayvondan farqi yo'q. Ach qo'ymay qo'sqimizni baqarsak katta ishda mushindan o'ylaydigan daraja qilib etgandan xalqning dunyo bilan ancha kari bo'lmagan. O'zining xalqini nurg'unlarni yevetib kelmasin bular. Butun dunyo mushunda acharchilik. Men o'ylab 60-70-yillarda butun dunyoda mushunda acharchilik bormasa ketib tarix o'qisak, mezin o'tira Arablarda bo'lsin, men O'rta Osiyoda bo'lsin, mayli boshqa ellarda biz Uyg'urlardan boshqa ellarda ham yerda bu acharchilik yo'q ekan. Ular shu normal hozirgi zamonda normal hamma narsani xotirjam yeydigan, yaxshi kiyoladigan, yaxshi yuroladigan taraqqiyotlarga erishgan ekan. Lekin biz ash qumliq bizning qaboblar bu Xitoy chegirma mahkam etib, bizni shu darajada dunyodan ayirib mahrum qilib tashlab, bizni shu qo'saqdan boshqani o'ylamaydigan, eg'ildagi hayvon kabi shu eg'il qilib, qo'tan qilib so'lablam vatanni ayda qilib ekan. Shu xalqimizning hozir endi shu ballarni o'qitishda endi faqat shu qo'sq to'ydigan ishchi xizmatchi bo'lsa, kadr bo'lsalar, deb dunyoning hozirgi bugungi dunyoning uchur davri, sanoat davri, shu kommunistlarningki shu xususiyati bo'lsa kerak. Hozirmi butun axborotlarga shuna diqqat qilsa, yana Xitoy hozir bilgan 21-asrda mushunchalik bir davr kelganda, yana shu ash yezdiki u dehqonlarning qishqa qilib shu mikrofon tanlab shularning so'zlaydigan narsa, ular so'zlayotgan narsa bo'lsa, hozir bir kalimiz 2 bo'ldi, 2 kalimiz 3 bo'ldi. Hozir qo'sqimiz turgan bo'ldi, uyimizni yangi yasalib oldik. Yana shu gapda burunqi shu insonlar deyotgandeklar xuddi shu inson yapichi shuni yashash uchun kelgandek bu dunyoga shuni tashviq qildirdi baga hozirgacha Xitoy xususiyati. Endi shu Xitoy hozir endi bizning xalqimiz asholatda bichar o'tgandikin bu qo'sqimizni to'yis kifoya deb endi hozir bizning vatanimizda shunaqalqi hozir islom davosi bilan o'ttirga chiqayotgan yosh endi mujohid qarindoshlarimizninki shu keng ko'lamda shu islom iymoniyadan aqarsi elib berayotgan da'vat tashviqot o'qituvchilariga biz hukumat emas, hozir bizning cho'ng peshqadam ulamolarimiz bo'lganlar yoki bu peshqadam 60-70-yillarda och qilib kunjir kepak yeb, yaqinda 80-yillardan beri anchamiz qo'shiq so'yib, endi bu ishni Xudoyim bizga bir to'g'rilik berdi deb bu acharchilikni bu kunning hammani Xudodan ko'rib, kompartiyadan bundan hech qanday qilmadi bizni deb manda qarab qilayotgan shu peshqadam odamlarimiz, ya'ni bizga shu qadar qarshi hukumatlar bir maydonda biz qarshi turmoqchi shu. Endi shunga bizning haliqi kompartiyadan ko'rib sizlar. Kompartiyadan ko'rib. Allohdan ko'may, kompartiyadan ko'rib, hamma ishni kompartiya bo'lmagan bo'lsa bunda olmaydi deb. Demak, bizningki acharchiligimiz eg'ir kuni qilishimizni Xudodan ko'rdi. Lekin hozir yig'imaliqiz 80-yillardan keyingi mal ancha-muncha qo'saq to'yab, ancha-muncha bir halliq saviyaga bunda yurishayotgan bu hozir ancha-muncha turmushning ranglashgan holatini kompartiyadan ko'rdi. Kompartiyaning rahbarligi deb astag'firullah, nauzubillah. Yani ashular iymon etib, namoz o'qidi deb yuridi, tavhid bilmagandan shu qadar zaharlashdik ya kommunist ya. Demak, endi biz bugungi kuni mush qadar bizni mushindek bir halliq saviyaga yetkazib, to'qqizimiz tal, qo'sqimiz to'q, kiyimimiz butun bo'lgan vaqtda shundan shukr qilmamsa sen shundan bo'lmadi-ki taqa. Vatanimizning nurg'unligan yerlarida ashu Beyjonda bo'lgan ashu maxsus Uyg'ur ashu nimalar ashu ziyorat qilibdi. Ashu Xotanning nurg'un yerlarida ashu yilda bir qatim go'sht yemaydigan insonlar yotayotgan uyda bilgan hayvonmi yotmaydi masalan? Yotmaydi. Hayvonni so'lab qo'ysa u yerdan rasm tamni usib chiqadigan darajaga men televizorda o'zimni ko'rdim men. Bu inson chidog'siz darajadan uyda ham shu bu rasmi uning uydagi bir tal qozon, eski qozon. Ashu mingnecha yil burunqi bir davr esim kelib qoldi. Kamerada tortib ekan suratni masalan.
Xitoyning ichki o'liklardan beribdi ekan, necha yil oldin qarasam ekan. Qaysi kuni shu filmda shu ko'rib qoldim to'rdan. Ularning yashayotgan holatini ko'rsam, bir inson yashayotgan uy, hamda axutun yashayotgan uy. Bu bugun dunyoda bir inson yashamaydi o'ydi ya. Şu kadar vayron hamda. Hech nima yo'q o'ydi zaten. Ya ne karvatdan, yadlama shu, nimaning usullama shu. Ko'pini seplamanda shunda askirab ketgan ko'plar. Uyda shu bir tal qozon, ikki tal china xutunniki. Hech nimasi yo'q boshqa. Qo'nig'undan biroz shu bulonda qop qorong'i, qo'rqinchli bir uy hamda. Aşı derece yaşayotgan xalqimiz var ki bugun dunyoning nerede yaşaydı ekan. Şoňa Xitoy mazır mülkit anşymyçy Ürümçiden, yuqurdan belik kadrly kelip qalsa, chet elden edemli kelip qap qalsa, bütün xalqning uyunda chiqib gelemlerini kalını chiqib. Sekretar başlygyň uyda chiqiblam kalını oylyk baglap qo'yap, xalqning uydan gelemni chiqib sep qo'yapdy, munda bay boldy mana dep. O ketdiňde tatip edildi bu näslini. To'g'ri. Ayda qilliqlik, aldamçylyk. Aldamçylyk. Demek her hemde muşu turmug'ida kirib qalmasak, xatalashib qalmasak, mel aç qalsak, qo'sqimizni to'ysa, kegizde paxalda yatsak meyli, yadi yatsak meyli bana tushuniglik endi. Endi Xitoyninki bizden chet el bilen, sirt bilen, xalqaro bilen bizni uchrashtirmay, qavab ruhiy jihatdan bizden bir dugumi bikinmi qilib yashab turib, bizni xalqaroni ayirib etish bilen bizni haliqidek qo'saqdan boshqani o'ylayanmaydigan holatga ekib qo'yib, bugungi kunda hukumatga qarshi chiqishning o'zini tuzkorlik, bu yovuzlik, bu noinsoflik, bugungi kunda qo'sqimiz to'yib omaç qilmay, serqonaqdan to'qchiga meni qo'sqimiz to'ymaydi, ham omaçliga bugungi aqtoqachi yavitimiz ancha-muncha yomon emas kiydigan bo'ldik. Mushuning nashkurlik qilishning o'zi bu noinsoflik, bu sabr qilmaslik, bu tuzkorlik, bu shukr qilmaslik deb apar bo'yicha dinga taqab apirib buni, din bilan fatvo berib, bizni yana mush ruhiy jihatdan mushundaq mahkumlikqa mushundaq ko'ndirib atgan ilmi ham ashundaq mutaassib hamda dindan shaklan tushunadigan aytaq odamlarimizni aytib kelganman. Şoň bugungi kunda hamda mush internet tor uçunlary kengaygandan keyin xalqaro bilan chet el bilan hozirgi keng xalqaroliq gazet jurnal dunyo mush bulab Afg'onistonda mush yaqindan beri 20 yillar bo'ldi endi islomiy hareket mesela Chechen Kashmir zaminlari olsun dunyoda bayqagandan keyin hozir mush internet tor yoki video orqali hamda ko'rib qarindoshlarimiz bu azodlik, mustaqillik, islomiy xilofat, bu da'vat, bu haq va da'vosi, hidoyat va zalolat haqidagi bu o'xshamaslikni tushunib, biz bugungi kunda keng bir uyg'onish holati vatanimizda barliq kelmoqda. Ammo buningga nurg'un peshqadam 60dan, 70dan, hatto 50dan yuqori yoshdagi mush peshqadam odamlarimiz, ya'ni hukumat bilan Xitoy bilan bir maydonda turib, bu uyg'onish, islomiy, bu ilmiy jihatga bu uyg'onishimiz, bu demak bizning bu haq da'voyimizga yana Xitoy bilan bir maydonda turib bizni bostirmoqda. Yani turmuq kirib qalasan, etib ketsan, yomon o'qiydi, ballar po'qiydi. Deb sen turmuq kelsan, ballarini biz baqamdiq deydigan ashundaq. Turmudan darajadan tashqari qo'rqish. Shirdan qo'rqganda qo'rqaydi turmudan. Turmudan bu daraja qo'rqgandan keyin bizning ballarimiz nurg'unlari tutilib ketishdan, etib ketishdan. Masalan, Qur'oni Karimda ey mu'minlar bir oyat bor. Va la tulqu bi aydikum ila tahluki. Siz o'zingizni hilakatga tashlamanglar. Oshini ishlatib oldi Xitoyda. Ash deydiki, bular siz o'zingizni hilakatga tashlamanglar. Turmuq kirish, Xitoyning qo'lida etib ketish, qarshi chiqish, bu hilakat. Alloh bu yer deydiki, sizlar kofirga va tag'utga qarshi va din da'vo yo'llarida sizlar kofirdan qo'rqib, ya'ni kufrga taslim bo'lib yashashning o'zi sizlar uchun bir hilakat, ya'ni halokat. Ya'ni sizlar bu tavhiddan, bu iymondan voz kechib, yani cehennemden ibaret kıyamet günü bu hilakettin çıkıp ketmesliğiniz için, muş hilakettin kurtuluş için siz dünyada hak ve din, akide ve tevhid imanında müstehkem turunla Allah'ın dini dünyada âli kılan demek Allah bir yerde. Lakin bu bugünkü bizdenki bazı ulemalarımız mesela Cuma Hatip'tek nurgun setilme mollalar Kur'an-ı Kerim'de nurgun ayetlerini mesela neymiş burmulaklık mesela la yukellifullahu nefsen illa vus'aha laha ma kasab. Müşahede Allah Teala İnsan qurbiyet yetmegechini teklif qilgani yo'q. Davlat qurish, bir davlatni og'dirish, tashkilot qurish, bir davlatni Shinjongda yoki Turkiston ayrim bir davlat qurish san Alloh teklif qilgan. Sen kuching yetmaydi buni. Manda fatvo beraylik. Mavzudan Xitoy qilgan ishni, o'ligini qag'iyadigan Mo'ng'ul Chingizxon qilgan ishni biz Uyg'urlik qilanmamda, musulmon qilanmamda, bu dinni manda tushunmaydi bu haqda.
Demek biz irade Alim olsa bo'lishi mumkin emas-ki ularniki. demek o fakat bir tercüman. Fakat Kur'an-ı Kerim'de lügaten şimdi biz öyle tercüme kıldıgan bir lügatcatda düşünüpla. Aslında bileylik. Demek şunu yapırıpla. Mesela hazır Cuma xetipla dedi yani kelki aldığın kısım dedim 2005 yıllık Tümür Recep Abdurrahim Tümür deydigan bir hazır bizdeki şu Ürümçideki İslam İnstitutu'ndaki müdürü bulmuş bir bedbaht ba. Türmü dedi şu wa'tasimu bihablillahi jami'an ve la tafarruqu ayet götürüp çıkıp dedi ki bu Xitoyning og'amchisi Allohning og'amchisi. Dedi bu ve la tafarruqu diye Allah Teala İslam demek tinchlik demektir. İslam demek beraberlik demektir. İslam demek bütün dünyadaki her kandak bir insan bilen inak ittifak tünece yaş demektir. Demek biz ittifaklaşmamız gerek. Cumhuriyet'teki 56 millet, devlet 56 millet, 56 gül bir şahsın eçilgan. Dep aşında Xudoning bu Kur'an-ı Kerim bu ayetni şu derecede aynı vaqt Yahud Nasaralar Tevrat İncil'ni burmulagandek bu bedbahtlar, bu murtedler bunu burmulamakta. Allah bu yerde fakat sizler millet, erik, renk, teritori, zemin ayırmay. Ey müminler, sizler fakat Allah Kur'an-ı Kerim bu samavi ma'arif yani bu Kur'an-ı Kerim'e müstehkem bu Kur'an bir maneviyatı bir Allah tarafından sangılgan, çürügen bir arkan bu. Bir tevhid arkan. Bu ağamcık müstehkem yani tevhid Kur'an'ı müstehkem bütün dünya kafirlik orta karşı durunglar, ittifaklaşыңlar. Dünya kafirliğe karşı turuşlar mukim ittifaklaşıp millet, erik, renk, teritori, zemin ayırmay bütün Arap, bütün acab Müslümanları davatkan bir gap bu yani. Ama bular Kur'an-ı Kerim mesela nurgun yani bu burmular özündeki ra'yi boyunca tefsir kılıp bugünkü Yahudi, bugünkü Nasara bulmakta bular. Ama özünün Kur'an-ı Kerim'in siyasi, tevhid, fasahat cihatki bu mefhumiyetlerini bulup düşünmeyi aslında öz ra'yi bilen demek. Aslında depegendiğin bizden halkımız hem de turmuq kirişne, etip ketişne, bastırılışne, kol gelinişne bu bir hilaket. Şükür kılmaganlık, nansavlık, tuzkorluk Kompartiya bulmağımız bugünkü tamamda estağfirullah. Şeksiz kafirlik da bu. Kompartiya bulmağımız bugünkü bu nimet, bugünkü bu izzet. Aslında nerede zıtı olgay bu hakniki? Xotin kızlarımız, bizden iman, bizden milli örf adetlerimiz, bizden dillerimiz şu kadar kemislip, meşer kılmatkan, çekilmatkan halette biz nerede izzet olsun, nerede hürmet olsun. İşte işek hayvandan beter bizden horlaması bu kafir. Yani şu izzet de büyümekti. Şu an bizdenki keng xalqimiz ichida iymon islom da'vo qilgan bo'lsakmi bolalarimizni qo'li qilinib ketishi turmuq kirkishi shu qadar ansiraymiz. Tarix olbol ko'rsak demak bugungi kunda vatanimizda o'zining ota-onasidan ada juda bo'layotgan bolalar nayt ko'p. Hatto mushada hozir shu atrofimda keldi. Ayni vaqtida bizning Feyzovat naysi bo'lsin, ya Qashqarning boshqa viloyat yerlarida naylarda bo'ldi. O'zining ota-onasi ya kommunist ilgari partiya a'zosi bo'lgan yoki hukumatninki bir xizmatini qilgan, ammo bu bolaninki din, aqida, namoz, shu islomiy faoliyatlarga ota-ona shu qadar qarshi turug'liq. Lekin bu bola ota-onasidan ada juda bo'lgan, ota-onasi ne yemaydigan, ota-onadan cho'qim ada va juda bo'lib, ayni vaqtda shu payg'ambar davridagilar bola shu ada judalik e'lon qilib, o'zining hatto onasidan bir baş nayib qasini pul tashlab berib yeydigan darajada ayni bo'laqliq. Lekin buni nurg'un odam ayblaqliq. Lekin bu alhamdulillah bizda ota-onamizdan, ustozlardan emas, biz o'zimiz xalqaro tarqayotgan uchur to'r, shu har xil kitoblar orqali hamda maxfiy Xitoy cheklayotgan, yeklayotgan, qattiq besayotgan holatda maxfiy o'zlarimizdan ashunday tarbiyalanib bog'liq yetilayotgan bir davr. Ilm ham bugungi kunda uyg'onish nihoyat yaxshi inshaalloh. Hamda hozir Turkistonda meningcha 60-70% yoshlar asosan uyg'onib. Abay hozir o'sha qistirmoq mesela ota-onasidanmi xuddi payg'ambar davrida bo'lgandek ota-onasidanmi ada juda bo'lgan shaklda yoshlar bo'lgan deb dedilar. Payg'ambar alayhissalom davrida masalan bugungi kunda ota-onasi pul tashlab beradigan, hatto ota-onasi gap qilmaydigan, mayli u haqiqatan shunday kommunist partiya a'zosi bo'lib ketsinmi? Bizning xalqimiz bu yerda nurg'unlar bilmaydi bu masalani, bilmay tushuntirilmagan, ularning ota-onasi tarafidan o'rgatilmagan. Bugun u mesela bazı yoshlarning shu darajada ota-onasiga o'chmanlik bilan muomala qilishi islomda bahonasi emas-ki bu. Yo'q, ular ota-onasiga o'ch emas. Ha. Ota-onasi deydiki, bularning ota-onasi hukumatda maosh yeydi. Ya ilgari partiya a'zosi ota-onasi. Xo'sh. Ota-onasining butun iqtisodining ham hukumat tarafdan keladi. Ya'ni bolaning uyida namoz o'qishi,
Ramazan tutish odat u hükümet qarshi turish emas, normal 5 vaqt namoz o'qib, normal jamoat qatnashishi va normal bir Ramazan o'sha zakat ibodatlarini cho'qim bir normal qilib, ana ma puldan iqtisod zakat ariyli, bir namoz o'qinglar, jamoatdan qolmanglar. Ma Allohning to'ninglar desa, shu balani atani o'zini chiqarib deylik. Chiqargandan keyin endi atani kafirninki shu ra'y bo'yicha yashagan ekan, hatto nurg'un atani o'zining balasini hukm tutib turig'liq. Xo'sh. Buni boshqaramizda bu vahobiy bo'lib ketdi, talib bo'lib ketdi. Bu hükümet qarshi chiqdi, bu oxiri bizning bu tinch turmushimizni, bugungi Alloh bu turmushimizni bir vayron qilib barbod qiladi bu deb tutib turig'lik. Anda bo'lgandan keyin endi shu balla endi shu aqida jihati shu qadar kuchayib, ba'zi ulamolarımızdan bir asabiylashgan bir aqida deb qaradi. Ammo bu uyg'unishda endi bu tushuntirlik bo'ladi endi. Balla shu ota-onasiniki bo'lgan munosabatni ariftiklik ekan, o'zi ariqliq. Keyin demak endi ata bu zalq atani hamisha kompartiya bo'lmasa bo'lmaydi, kompartiyaning yemas yashamasak bo'lmaydi, bu kompartiya bo'lmasa bugungi bu aqtoqaj bu turmush bu isil yo'li bo'lmaydi deblam hamma yaxshilikni hammani kompartiyada ko'rgan ekan ata-onasi. Bu azil gaplar dinni, tavhidni, islomni tushungan bolalar albatta sen bunda desen kafir bo'lsin deb ata-onasidan jiroqlashig'liq endi. Buni hamda masalani ishga keltirib qaramasak bo'lmaydi. Balkim bola ochib yetgan bo'lishi mumkin. Ata-onasini bek ashug'an bo'lishi mumkin endi. Lekin bu bir o'yg'onishdiki bir endi azil gaplar ekspresslik bo'lib ketsa-mu endi bir normal ahvollar. Demak shular shuning bilan bizning bolalarimiz o'zining Mishada bak yaxshi bir mavzudan bahs qildik mishada. Mishada yana qarindoshlarga bir qisturma shaklida bir not shaklida qilib qo'ysak, ya'ni bu Alloh subhanahu taolo bu din shu qadar kengri har sohalarimizni tushuntirishlikka bu dinda Alloh subhanahu taolo bizning hayotimizdagi biz uchrashimiz ehtimoli bo'lgan hamma narsani zaten Rasulullahning hayotidan har bir savol javob shaklida bir voqealikni maydonga keltirish shaklida shu maydonga akirib o'tib ketgan ekan hamda butun. Hatto ana shu kim o Asma kimning opasi opam mushrikda Rasulullohdan so'raydi-ku. Men uningga yaxshilik qilamdim, qilmamdim deb sil rahimni uzib qo'yib, u mushrik bo'lganligi uchun o'zi islomga kirib, u mushrik bo'lganligi uchun men uningga yana shu yaxshilik qilamdim, qilmamdim deganda Rasululloh uningga masalan yaxshilik qiling, dunyoda yaxshilik qilish. Ham oyatdan masalan ulasini kufrga, Allohga osiylik qilishga buyursa, itoat qilish yo'q. Ammo wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dunyoda yaxshilik bilan muomala qilishimiz buyurilgan endi. Hatto mushrik bo'lib ketsa-mu, ta uning qilayotgan xizmati bevosita dinga hujum yo dinga keltiradigan bir ziyonli bo'lmasa, biz shu qarindoshlarniki masalan ota-onasi shu shaklda bo'lgan taqdirdami, ular dunyoviy munosabat jihatdan ularga yaxshi muomala qilish, ularga yaxshilikni qo'limizdan kelgan yaxshilikni aymaslik bu har bir musulmonning majburiyati deb qaraladigan masala. Shuning uchun butunlay xuddi chegara arish deganda, bo'libmi ota-ona masalasida chegara arish deganda butunlay zodi qarshimizdagi kishini o'xshash Xitoyni qanday o'shman Allohning dushmani ko'rgan bo'lsak, uni shunday Allohning dushmani ko'rgan shaklda dunyoviy muomala, odatdagi muomalalarda ularga noiti xuddi shu kofirga muomala qanday qo'pollik bilan muomala qilish, ulardan yiroqlash, ularni ko'rsak u ko'ngilni ortigan ig'ir so'zlarni qilish, bu hargiz musulmonning hayotida tepilishga bo'lmaydigan bir masala. Chunki musulmon o'zining axloqi bilan o'zining ota-onasi shu shaklda bo'lsa-mu, u bo'ldi bu masalaga kirmaydi deb u masalaga kirmay turib o'zining diniy faoliyat u masalaga kirmay turib dunyoviy jihatdan muomalada voy apa deb yaxshilik, hatto bir uyda turmasa masalan uning yaxshilik qilib turishi, telefon urib ahvolini so'rab turishi, bu ya'ni musulmonning axloqining qanday ekanligini shu bolasining shu qadar o'ziga qarshi chiqayotgan ota-ona masalan farzandiga qarshi chiqayotgan. Farzandiga shunda qarshi tursa-mu, yana farzandidan shu bolasidan yana shunda yaxshi muomalani, yaxshi gap so'zlarni anglab turgan ota-ona albatta ta'sirlanmay qolmaydi. Chuqur uning axloqidan, farzandining axloqidan, bolasining bu axloqini ya Alloh bu musulmon islom degan bir boshqa narsa o'xshaydi deb ta'sirlanibmi iymon etib ketishi o ehtimolga nihoyat cho'ng narsa bo'ladi. Chunki sahobalarning davridan bo'lgan ish bo'ladi. İllaki bizning ota-onamiz rasmiy sahobalarning davrida jang maydoniga chiqqanda o'zining dadasi bo'lsa masalan qilaverdik deganday, kallasini kesaverdik.
Bu maydonlarga kelganda boshqa, urush maydoniga kelganda boshqa, oldimizdagi musulmonlar sepi bilan kafir sepi bo'lingan vaqtida agarda kafirlarning sepida turgan bo'lsa, mayli kim bo'lsin, bunda albatta do'st dushman ayriladigan mezgillar. Ama dünyadaki normal faaliyetlerimizde, normal iş hareketlerimizde Müslümanlarınki aldığınki kıldığan işini bilse aşılarını bozu bir kolu keltirip şularının şu iman etken sahabeler öz vaxtdaki ata-analarının iman etip kılışı, İslam'a kirip kılışını kançık arzu kılıp yığılgan bolsa, Resulullah kep dua kılıp koygan ata-anam şu iman etsin dep nurgun sahabeler diyen mesela iman etişini halayım dep. Keyin şu iman etiklik şu müşrik ata-analары bu şekilde muamele kılışımız gerek. Şu şekilde ata-analar şuna boğan kayırındaşlar bunun bektika kılış gerek. Ama lekin bütünle düşman şekilde çıkarıp görüş bu kat'i İslam'ımızda doğru dep qaralgan meselemiz. Bunu bir not şekilde bu aşı başta aşıda boğan. Yeni uygun devri diyor mu? Aha, doğru. Yani ki yeni bu şu İslam'ın siyasetten mükemmel düşünen ustazlar mı? Hoş. Atağını Napsıl degende ki can meydanında bulmagan vaqtida hamda normal holatda çok atağını yaxshilik qilish kerak. Nurg'un atalar hamda keyin atağını şu balları ayrılgandan keyin şu ballarınki nasihati bilan jiqlari asli balam sening yo'ling to'g'ri ekan, degining to'g'ri ekan deb jiq atağlar atab partiyalikdan istifa berib, hukumatdan ijroqlashib, balamning degini bo'yicha hamda şu islomga keraklik hamda. Xo'sh. Demek ki bu dinle bazılarımız öğrenip düşünürüz hem de. Hoş. Kitap okup, hadis okup, bazılarımız anlap düşünürüz. Anlıqallarımız hem de malıqı kitap okup özlüğünden ilim tahsil qilgan adam bilen anlap okugan adamdan ki göz qarşı oqşamagan deyin biraz hissiyatqa berilip gayet kuchayib ketip aşında qılıqı. Doğru. Aşırı qayışlar bolgan hem de. Hem de hazır menin degenim de bu aşında bolgan şu derecede hem de asabileşken devrli boğan. Hoş. Ama bu uyg'unish devri. Hammada normal biz degandek Allah ve Resul'ün talebi boyunca o derecede sistemli uyg'unib ketilmaydi. Doğru. Bilim, huquq, tushuncha o'xshash bo'lmagan ekan. Hamda hozir yana shu dinni mukammal tushundim degan bo'lsa-mu, balalarning qo'lga turma kirib ketishi yoki ma'lum sabablardan shu balasini ansirab balalarni qutqizib qilish. Özel namaz okusak mı oldu? Peygamber Aleyhisselam la ilahe illallah dedim cennet çürdü, beş namaz okudım cennet çürdü diyen, cennet ata-ananın kıdması degende ama şu Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini götürüp çıkıpla, bu şeyin dugum cihetini kısıkını düşünüp, sen bizim yaxşı baksan, cennet çürüse degende, ülmanı teşvik edim şu boğan, şunun ki yaşlılarla piş kıdemler ya ata-ana oturursa ziddiyet biraz küçük gitti. Şu 90-95 2000 nechinchi yil o'jarliqcha. Lekin bugungi kunda ham hozir yani bu aqida bu uyg'unish bu islohot degan shuning muqaddilqi boshlanish davri, buning buvoq davri, balalik, qirollik buning to'lgan, yetilgan davr bo'ldi ekan-ku bu islohotniki. Bugungi kunda inshaalloh bu yer kelgandan keyin nurg'un bolalar bu masalani to'g'ri tushunib ketaylik endi. Uyg'unish. Ammo biz boshda temamiz degandek endi bizning turmuqi bo'lgan hükümet bilen karşılaştı boğan, karşılaş jarayonida qo'lga olinib ketish yoki etilib ketish yoki hükümet bilen keskin ziddiyet to'qinish darajaga berib kelishning o'zini ata-onalar qattiq cheklamoqda, bundan ensiremoqda. Lekin bu bolalarni shu 5-10 yil aşında üst yetilib, buni bir o'ylab yoki bir yotliq qilib degandek, ya buning bir o'ylik o'choqlik qilib, bir o'y zamin qilib berib bir hizmet, maaşlı hizmet uğurlaştırsa bunu normal hem de. Namaz okumamda özünü bir normal atağını da pulunu yakış tepip, normal bir kanun kılıp iş kılmayı juysa, yüzden ballardan pehlenmekti. Lekin bu halet hem de bizim akidimiz, davayimiz, dinimizde hem de ne kadar dinden jiraklaşıp atkan Xitayning vaziyetiga, şaratiga, Xitayning terbiga layık ra'yi bekip atkan bir halet. Lekin dinni noktadan tevhid ve siyaset cihetini düşünüp hem de şu tevhid ve siyaset cihetini din akidemizde müstakil meydan aramakçı olsak bugünkü günün vatanimizde çok tokunuş yani devam edeceğim de bu tokunuşta şu ölüş, kırılış, öldürülüş, kolga iliniş, bastırış buludu. Lekin ata-analar şu perzellerinin turmak kirip gitişi hükümetle karşılık gelişini qat'iy qalamaydı. Bunun çıdamaydı. Şu arkalık ballarının nurgun edemlerini şu demek ata-analarımızdaki turmuq bo'lgan ko'z qarashi, bizning Uyg'urlarning umuman turmuq bo'lgan ko'z qarashi
tarix yoki turma bizga qanday muhim kishilarni yetildirib berdi, turmadan chiqqan yuqori dedik masalan shu qadar buyuk ustozlarimizning hammasi bugungi kunda hamma odamning qo'lida Hasan al-Bannoning, Sayyid Qutb Muhammad kitoblari. Xo'sh. Yoki Abdullah Maqsumov ustozlarimizning asarlari yoki shu odamning tarbiyalagan o'quvchilarining qo'li tarbiyalanayotgan degandek shu olimlarimizni shu qadar qadrlaymiz, shu qadar suyimiz, aslaymiz, duo qilamiz, yig'laymiz. Lekin bular nima deyilgan? Bular shu eg'ir darajadan tashqari zulm ostida tog'utlarninki shu zanjir kishanlik tapalarida shu darajada tavlanib, ezilib, pishib yetilib, o'z aqida maydonida mustahkam turib, bugungi kunda biz ulgu bo'layotganmiz. Endi shunga endi biz mundaq aytgan vaqtda bir dehqon bir bog'ni 5-10 yil tashlab etsa, o bog'ni qayta bir tashlangan bog'ni qayta ahyo qilib, o bog'dan hosil yana meva olmoqchi bo'lsa, hosil olmoqchi bo'lsa, avval 5-10 yil tashlangan bog'ni qayta ahyo qilish uchun unga palto kagini elib chiqib, uning nurg'unlarini, yavshoqlarini kesib, necha ari o'tani ko'ydirib etib, necha to'mrab qayta o'g'lab, qayta ahyo qilgandan keyin bog' bo'ladigan narsa. Biz Uyg'ur xalqi bugungi kunda Alloh va Rasul degandek biz umid qilgandek shu bir loyiqida Qur'on va shariat idorasi ostida bir yaxshi bir islomiy jamiyat, islomiy vaziyat, ya'ni bir xilofatga loyiq bir shariat bilan idora qilingan bir jamiyat barpo qilish uchun hamda nurg'un bedel. Ham taxminan hamda desak har oildan birdan ishkidan adam qurbon bo'lmoqchi, shahid bo'lmoqchi, tig'ma-tig' bu kommunist kafirlar bilan jang maydonlarida tig'ma-tig' elishib, nurg'un odamlarimiz shu qonliq bedel bilan shahid bo'lmoqchi. Masalan, bu ishlar qo'lga kelmasligi mumkin. Chiroyli bermasligi mumkin masalan. Ham tarixda nurg'un demak biz ashu ruhiy jihatdan qulluq mahkum bo'lib ketdik. Ruhiy jihatdan faqat Xitoy bo'lmasa, kompartiya bo'lmasa yashay olmaydigan, kompartiya bo'lmasa bizning bugungi bu baxt qo'limizga kelmaydigan degandek ashuna bir ong, batil ong bizga singib ketgan. Chunki bu fikrni bu xildagi kalamimizning qo'yitilgan bu xil sistemani bütün tozalab chiqarish uchun sizcha shu fikrlar masalan bo'lib 5-yo'l voqeasidan keyin bu xil ongda qaraydiganlar masalan %90% ozlab ketmadimi sizcha? Qanday qaysi fikr deymiz o'sha? Kompartiya bo'lmasa deydigan fikrdikilar 5-yo'l voqeasidan keyin sizcha shu 180 gradus burilib ham asli Xitoyning mohiyatini tushunib yetmadimi sizcha Uyg'ur xalqi? Tushunib yetmaylik. O'z qaraslar hozir bizning Feyzvat naysida bo'lsa, Qashqarning, Xotanning, mushu Aqsu viloyatlaridan bu yezgi qishloqlarda umrda u Qashqar. Masalan, Xotanning yezilaridan Xotan naysisiga, Xotan viloyat, Xotan shahriga ya Qashqarning Jiroq sahnalaridan Marolbeshi yoki shu Jiroq yopiq Makr yokining Jiroq qirlaridan, yezilaridan Qashqar shahriga bir umr kelib boqmay 90 yoshlar kirgan bu mayli balki hozir. O Qashqar kelib boqmay. Savolsiz. O Urumchi voqeasini kim biladi? Urumchi voqeasini Urumchi xalqi biladi. Shu Urumchi voqeasi nima yuz berdi? Shu do'nko'rik, shu atrofda xalq biladi. Ondan uni gezish jurnalga, radio, televizor qiziqqan odam biladi buni. Bizning xalqimizning %90% odam bugungi dehqon xalqi gazetdan, jurnaldan televizorni majburiy kirdik Xitoy. Yezdi-yezdi uyga shu o'zimizning tashviqotni oltimiz deb akirib taqab berib. Akirib taqlaydi. Uni akirgandan keyin ular chiroyli biz bugungi eni qildik, buni qildik, nurg'un yo'llarni yasab berdik, butun suv inshoot, irrigasiyadan o'chi-bo'chi nurg'un yaxshi ishlar bo'lib ketdi deb apirib, xalqni bir qator xalq uchun nurg'un yaxshi ishlar qilganligini deb apirib, biz mushunday yaxshi qilsak, Urumchida bishki tok-tok chiqib, eni qildi, buni qildi, apiriblar uni na darajadan tashqari satlab, uni ayblab, uni bir terrorist, uni bir bulanch qaroqchilik bilan bata uni bir ayblab etgandan keyin xalq obdan beshini yebdi. Joyin tepibdi deb xalq daqilib o'ltiradigan gap. Ya'ni kompartiyaga, Allah ya'ni kompartiyaga rahmat qilgan, kompartiyaga madad bergan. Yo'q, shunda duo qilganlar bormi? Qo'y qarasdan u bizning Xotan Qashqarning yezi qishloqlarida bir umr u Qashqar shahriga emas, Noy bozoriga kelib boqmay yashaydigan gezish jurnal degan nima u? O radio, televizor degan nima buni bilmay yashayotgan xalq, ya'ni 70% xalqni tashkil qiladi. Urumchi voqeasini xalqaro bilgan bilan, bizning Urumchini Qashqar huqumaydi emasmi? Huqumaydi uni. U biz
Ürümçi vakası şu obdarak bildiğin hükümet ya sakçını bildi. Ondan keyin şu ürümçi xalqı bildi, ondan gazet jurnalga axborot qiziqadigan xalq bildi uni. Biz xalqimiz axborotga, o xabarga o darajada ahamiyat berib ketmaylik, savodsizlik ko'pincha xalqimiz bilmaydi. Ürümchidagi ba'zi ahvolni anglasa bir xil umidlanib qoldi. Hamma idora jamiyat olsin, zot rasmiy dushmanlik holatida deb chiqayotganlarni anglab turmiz hamda. Teshida hadab yijib qo'ygan taqdirdami, ichida rasmiy ig'irdaji bir surkilish va Xitoy bilan bo'lgan orliqimizda. Ajoyib ichibatdi bu 5-iyun Ürümchi vaqasi deb shunday. Ürümchi vaqasida nurg'un saqchilar shu so'roq maydon qo'lga olinib ketaylik. Shu mezgilcha biz anglagan xabarlar qaraganda. Endi Ürümchi bu shu Ürümchi vaqasi haqida to'xtalgan vaqt men uni ko'migan narsani deb o'tamadim bu yerda. Endi ko'ysam desam bo'ladi ekan bu yerda. Ko'migan desam yolg'on cho'p qolaman. Nurg'un saqchilar shu so'roq shu balın so'roq maydonida yoki shu masalan şu Amerikadan taqıgan endi müşahada harbiylar ko'rishgan taqatgan bo'lishi mumkin. Amerikadan taqatgan narsada şu Rabiya xonimning binosining oldida 4 ko'chadan qorshab ekilib, 4 tarafdan qirib etganlik. Şu 5000 dek hammasi demak deydi balla yüzünü hijablab olgan yoki uzun sakallık adamlar hamiz uyga qechkizib shu Şinjan oliy maktabining o'quvchilari ayta yüzü o'choq, qisiq kiyim kiyib, yalang'och yurgan qiz bola qo'lga kalta kelib, nurg'un qiz bola, necha ming qiz bola deydi. Shu Allohu akbar deb shu var o'tirib to'lagan deganlar shu quloq kaltak chami kesak edib shu etib başda jugogan shu qadar chiroyli go'zal qizlar, yosh qiz bolalar qirilib ham olib tekutilgan shu naq maydon to'g'ri adam deb birlik buni. Biz naq maydon ko'rmagandan buning umumiy deb o'ltamiz qolgan qismlarni shu. Xo'sh. Endi uni haq bilmeglik. Bunu akşamda kecha qirib, o'ltirib, jasadni yo'qitib, pak juydiglik ko'chani. Xuddi normallashtirib o'taylik. Haq bilmaydi bu masalani. Faqat hozir shuni nurg'un oila o'zlarining bolalarining nechida shu Ürümchi vaqasida Ürümchi ketib, yo'qolib ketganlar. Nurg'un e'lon qildi. Bolasini hozir 8-10 yildan topamay hozir mushada bu kelayotgan qarindashimizdan nurg'unlarning so'rasam eri yo'qolib ketgan. Shu vaqada o'nchi ketgan izdireksiz hozir hech qanday yerda yo'q. Bunu xalqarada yani nurg'un davo qilgan bo'ldi. Yani nurg'un Uyg'urlar masalan hozir shu mezgilda o'zining oilasidan biri farzand yo'qolib ketgan, erlari yo'qolib ketgan, qizlari yo'qolib ketgan oila bir hukmiga davo qilsa, biz izlaylik, biz cho'qim topamiz, yo'qolib ketmadi, biz faqat xatolashgandan so'lidik. Gunoh qilmaganlarni tutmadik deb xalqqa chiroyli yaxshi gap qildik. Kunduzi. Ammo uni kechish uyini bilib ki tahdid bilan apirib sen balangdan sürüş qiladigan bo'lsang, aqchi ko'choq chiqgan deydigan bo'lsang, to'g'ri. Sen şu axborotga chiqayotgani 1% bo'lmasligi mumkin bu. Dedi o bu butun yolg'on u narsa hammasi. Axborot yo'qolib ketgan o'g'limni uydirib qo'ydim deb chiqayotganlarida shu mingning ichida birisi aran jur'at qilib chiqqanlarida qolganlar untinsiz shu o'g'lim yo'qolib ketdi, farzinim yo'qolib ketdi degan rol qo'lg'iliqlik. Masalan turmada biz 2010-yil turmadan 2010 yılı ahir çıkan nurg'un bola chiqmadi. O degan 2900 baga emasmi? Shu bolasini izdegandan nurg'un turmi qamoqliq hozir. Balam yo'q deganligi uchun qamoqliq. Xo'sh. Yo'q deb ko'chada gap topadi bizga jamiyatni qalaymi qanqira deb so'rab o'taylik. To'g'ri. Endi biz shunchalar odamlarimizning endi qirilib kelishib bilgan beşimiz ming balamizni shu qadar amroq bo'lsaqmi, shu qadar yaxshi şu kadar hem de turma kırıp kalmasın, haklı bir şey değişip kalmasın, kesip gidip kalmasın, etip gidip kalmasın, yaman adam alışıp kalmasın de şu kişileri terbiyeleyip öyle balam gepnin aşkını kılın, nanның aşkını, yan yolның aşkını, mena adamga yavaş bulduğun hakkında gepte kallaşman, hükümet karşı çıkman, sakçı olmayman, dep aşkında biçar kıl terbiyeleyip şu kadar boğsam nurg'un balını bezeltüyle ziyan tatılık hem de. Amını kettik oldun. Ama bugün günde anda muş derecede bu hazır ve halkımız atanı olan kişiler ma ümmetinin Uygur halkının beşe kilip atkan bu egir, bu hilaket, bu tehditini, bu sıkıntısını his kılmaklıkçı. Koy misali qo'shishcha his kılmaklık. Haman kilidi başka bu. Haman kilidi. Xitoy bu yer bizni bundaki endi shu inşallah bundaki kısımlarımızda Xitoy o'tmishda nima qildi shu hozir 1884 Zuzongtangning ishg'olidan tortib shu Zuzongtangda şu Manchu hükümeti, Kuomintang hükümeti, Xitoy hükümeti 3 hakimiyeti almıştı. Mana hozir 128 yil bo'libdi.
128 yılına yakın bu vatan nemi işler oldu bugün gün kadar. Xitay anda bu 128 yıllardan beri bizlerin nemi kıldı, Xitay nemilerini yekilledi. Bu 128 yıllık tarihte Xitay nemini kandak açık savak kandak tecrübelerini yekillep, bizni kandak düşendi hem de Xitay bizgi kandak tayarlığını kıvadı bunu deyken. Bundaki nemi kılmakçı, kelgisi nemi kılmakçı, hazır nemi kıvadı da. Bu meselede inşallah yani benim his kıygallarım, bilgelerimni yana şu kan qeyrindaşlarımız bilen, halkımız bilen, Müslümanlar bir fikirleşip hani bir demek ki mening bu deganimdanki men demekçi bo'lgan bu temining mingning birisemdi. Fakat bir kishi bo'lgan bir men Türkistanlık Müslüman bo'lganligim uchun shu vatan shu xalqning bir hujaris bo'lganligim uchun o'zim bir kishilik bu yerda bu nahaqchilik bu zulmni azır keptir bilishimcha bir deb o'tay dedim. Alhamdulillah herkes bu yerda men bir o'tirib chiqib olish emas. Men bu yerda yo'q yaxshi bo'ldi program haqiqatan inshaalloh. Hani şu anda ma'lumotlar. Turma meselesinde men keng hamda şu Uyg'ur qarindoshlarimiz hamda peshqadamlar bo'ldi hamda şu hozir biz atani bo'lib atgan atani bo'lganlar, atani bo'lish oldi turib atganlar va bundan keyin atani bo'lmoqchi bo'lganlar. Biz bolalarimizni ming asrasak, ming qadrlasak, uni shu qilsak buni qilib qolamiz. Tarixdagi oltimizdek nihoyat jasur anlar ehtiyoji bor. Bulamadik. Biz bundan keyin analar tarbiyalaydi asli bolani masalan. Oy bolam chatoq chiqam deb abaysil degandek bu şekilde terbiyelaydigan emas. Ay bolalarni qo'rqmay turib kichigidan boshlab shu harakatga o'rgatadigan. Cho'ng bo'lsam shunda bo'lasan, bo'lmasa sütümge rozi emas sana emdirgan sütüm deydigan shu kitoblarda o'qisak haqiqatan ta'sirlanib ketamiz masalan bu analarning. Ana shunda analardan ana shunda qahramon bolalar yetishib chiqqan ham deb. Haqiqatan shuning uchun men bugungi shu televizor oradiga ilk mushu qismdan bir qarindoshlarga umid qildig'im biz bundaki nemde chet ellarda vatanning ichi va sirtida hamda islom da'vo qilyapmiz, iymon da'vo qilyapmiz, vatan da'vo qilyapmiz, millat da'vosi qilyapmiz, ozodlik da'vosi qilib keldik. Mayli qaysi tabiqatiga bo'layli, lekin quruq gap bilan ish aqmaganligini tunib yetdik hozir. Xo'sh. Endi turmadim da'volarimiz bundan 49-yil Isa Yusuf olib tikildi, Germaniyada, Turkiyada kelib, voy azod bo'lamiz, voy mustaqil bo'lamiz deb nurg'un da'voni qilib hozirga shu quruq jo'zdan mushlab o'ltirsak hech narsa chiqmaydi deb nurg'un qarindoshlarimiz umidsiz bu ko'nglimga yerimchi. Bugungi kunda men endi 10 yil turmudi yetish va xalqqa hozirgi bu chet elda turish jarayonida xalqaro vaziyatni nurg'un tarixdagi qaysi davlatning zulmdan qutulib mustaqil bo'lgan, azod bo'lgan, qachon qaysi yerda xilofat barpo bo'ldi, qachon gumron bo'ldi. Ama bu mesele göz tutqanda hem de tecrübe yekilligen açık sabak tecrübe cümleden Türkistan Müslümanlarımız hem de biz ne ötkege vaxtıda bugünkü bu Xitay hakimiyetiga bu komünist karşı bu zamanda kançılgan adamlarımızın ki kurban bu kişiden qat'i nazar azrimden 45 milyondan 35 milyonga yakın hem de aşın tahminen aşında nüfus var deb qaraymiz. Hem de aynı vaxtıda xalqarada 10 milyon nüfusu var adamga mustaqillik beramiz deydigan BDT'nin bir quruq sapsatisiga ergishib nurun adamlar biz nüfusumuz 10 milyonga yetsa mustaqillik berdigan degan gap bilan Zangzulni Xitoy 1,5 milyon deb e'lon qildiqlik xalqaraga bizni shu vaqt 2,5 milyon deb e'lon qilib qo'yaqlik. Masalan 98-yil men 5-oyda Beijing turmida yetib qoldim. Shu chaqda shu deglik sizlar Uyg'urlar 2,5 milyon deglik. Amaliyotda shundan keyin turmoq kelib 98-yildan gap bu. Ha, degan gap 2,5 milyon. Butun Xitoyga bizni 2,5 milyon deb eteglik. Bizning vatanimiz tuprog'imizni shu 1 milyon 500 ming 400 ming kvadrat deglik. Men xalqarada men kelganda qarasak hamda bu biz uni Misrlab bo'lmagandikin hamda taxminan 2 milyon kvadrat kilometrga yaqin. Nüfusimiz taxminan 35 dan 40 milyonga yaqin deb bunda qaraldi ekan. Qarasak men o'zimcha vatanning ham yeridan odam bo'lgandan birinchi turmada so'rab baqamanda bizning vatandan Qashqar bilan hamda Xotin, Aqsu asosan Uyg'urlar ko'p o'tiraqlashgan rayon ekan. Qashqarning To'qizaq nayisi, Yakan nayisi Maralash eng cho'ng nay ekan. 90-yillar statistikada bir Maral Yakan nayisida 500 ming nüfus bor deb qaragan. Hozir Yakanda taxminan hozirgi shu musulmon qarindoshlarimizniki turmadiki shu siyosiy yo'llarimizning statistikada Yakanda 1,5 milyon nüfus bor deb qaraqliq. Her jüt ne de bo'lgandan sen qaysi kanatdan sen qaysi yezidan so'g'andan keyin taxmin deyotganmiz emas. Bizning bir Qizilboy yezisi Feyzobod nayisi hozir Turkistonda bir kichik naylarning biri.
kichik nay bizning Qizilboy yezisida 60 ming nüfusu var deb qaraydi. Ondaq nayning 11 nayisi var. Mesela 50 mingdan bo'lsin 11 nay degende gap qilmay 400 ming nüfusu bo'ldi. Bir kichik bir nay 400 ming nüfusu bo'lsa, mesela Qashqarda 12 nay bo'lsa, 12 nay degende mak 500 ming deb hisoblaylar. Bo'lganda 5 million nüfus chiqdi degan gap. Bir Qashqardan. Hem degan gap ashundaqaligi bizni sanni azaltib az sonliq millat bu bizga psixik bir hujum hamda. Bizni kam aytish ham xalqarada bu soni az yo'g'on, ya'ni egallab olgan bilan soni nüfusi yo'q millat bu deb mandaqaligi psixik bizga hujum qilmoqlikchi qiliqlik endi bular. Endi shuning uchun hamda ham deydig'ini oxirida shu kang musulmon qarindoshlarimiz bugungi mush navbat, bugungi mush uyg'onish, mush qo'zg'alish bizga bir fursat endi. Bizning navbatda Xitoyni mag'lub qilib bu zamonning patisi, bu zamonda bir mustaqil islomiy bir davlat bir barpo qilish yoki dunyoda bir xilofat qursa, bir xilofatni ayrim bir qism qilib qurib chiqish bu bizning bir da'voy orzumiz bo'lsin, lekin bu bir og'ir masala. Turkiston diyorimizda taxminan 40 million nüfus bo'lsa, 20 mil tangidan qirilib shehid bo'lib ketsakmi, lekin turmadan, o'limdan, bu qurbon berishdan, bu qon to'kishdan qo'rqmasligimiz kerak. Biz hamını bu demek ki qon to'kilmay turib elish mumkin bo'lmaydi. Biz shu qadar bu zulmni turmoq chirib qalsam bo'lmaydi deb etib ketmay, turmoq kirib qolmaydi deb shu qadar ma'miq yumshoq ko'pida yumshoq yeb 100 yil yasa, yani o'limiz emasmi? Yani o'limiz biz 100 yil yasa qanchadan o'zimizni qochirsak bu o'limdan, bu o'lim hamon bizni ya ko'pini o'zi topadi, ya yo'l bizga topadi. Ening o'rniga biz cho'qim shu dushmanlarga, shu tag'utlarga qarshi janggohlarda ko'krak kelib turib, shuning yuraklariga xanjar urib turib, inshaalloh bu haq bu din davoyimizni davom etishini hamda kan qarindoshlardan shuni umid qilaman inshaalloh. Bizim ham da Alloh shunga muvaffaq qilsin. Alloh shunga yetkazsin bizni ham. Rahmat, Alloh razı olsun. Hakikaten yaxshi bir program bo'ldi. Oxirda kashki bundan burungi programmamizda bilgan bo'lsam kam shundan kam islomiy nashidlarni bak chiroyli o'qiganlarini oldim. Bilgan bo'lsam har programmaning oxirida azroq shu nashidlarni anglaydigan bugundan boshlab inshaalloh bundan keyingi programmamizda ham inshaalloh yangi bir shu oldimizgi programmadan boshlab inshaalloh qadrli qarindoshlar qonliq tariximizga nazar ismi bilan bu programning oxirlarini davomlashtiramiz. Ya'ni ana ismi, bosh ismi qonliq tariximizga nazar. Xitoy ta shu Zozongtangdan boshlab vatanga kirgandan buyon qilayotgan ishlarni so'zlab bahs qilamiz. İnşallah bugun programning oxirida sizdan biraz güzel bir islomiy bir nashid yuraklarimizni shuni bir larzaga solgan bir nashid anglasak, shuni bilan programni oxirlashtirsak. Ben bu nashid aha bir tekst o'qib beraymi, lekin masa qilib beray. Ha. Aha bir undaqaqa nima shaklida biraz nashid shaklida o'qib baslar. Bir sorunda shunda o'qib qarindoshlarni bak hayajon hisobla anglasam. Bu keyin bo'lsin. Ha? Hozir buning tayyorlik buni anglasam bo'ladi, men bu anglagan narsa boshqa hamda. Ha. Mel deklamasiya qilib basamiz. Oldimizga haftadik programmadan boshlab, lekin shu shaklda qilaylik. Mangan yo'ling ham tiling haq din bo'lsin so'zigan. Dunyoni kaz sayohat qilib ko'rgay erdigan. Har bir olam shay'iga qil tafakkur shakliga hayron bo'lib darhalla bosh ekkaysan Tangriga. İslam uchun jangga chiqdik Tangriga tekbir o'qib. Haq Rasul Allah yo'lida tug' alam javlandurib, dinimizni, alvatanni qutqizish nishonimiz, ajnabiy dinsiz raqiblar yurkiga xanjar urib. Allah rizası gayemiz, Resulullah yol başçımız, haqiqatning pasibani büyük Kur'an desturumuz, mücahitler koşunumuz, şahadettir arzuyumuz, cihad şol perz ibadetni şuar kılgan musulman biz. Adalet yolunda şeksiz devam etmek kararımız, cehaletke içip otni gazat kılmak şuarımız, haqiqattir kuralımız, medetkardır ilahimiz, bütün dinsiz küpürlükni yo'qotmoqdir nishonimiz. Allah razı olsun hakikaten. Allah sizdan razı olsun. Ko'pdan ko'p rahmat. Hurmatli qarindoshlar, shunday qilib bugungi yangi bir
mavzuda ilib bo'lgan bu suhbatimiz 9-qism. Inshaalloh oxirlashdi. Inshaalloh yangi bir qator suhbatda oldimizdagi programmalarda uchrashguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.